Bunun keynidilla Hazreti İsa şagirdlarining kemiga o'tirib, ko'lning qarshi qirg'iga o'zidan avval o'tishni buyurdi. Bu orada o'zi xaloyiqni taqib etdi. Ularni taqib etgandan keyin Hazreti İsa duo tilovat qilish uchun o'zi tanho taqqa chiqdi. Kashtim u yerda yolg'iz qoldi. Bu chaqda kemi qirg'oqdan xeli uzoqda to'lqinlar ichida chayqinib, tasta egrilayotdi. Chunki qarshi tarafdan shamol chiqyotdi. Tong etishga oz qolganda Hazreti İsa ko'lning ustida mengib, shogirdlari tarafga keldi. Shogirdlar uning ko'lning ustida mengib kelayotganini ko'rib, vahime güçtü. O bir alvastı, değişip, kokup, çukan silçip gitti. Lekin Hazreti İsa derhal ulağa, "Hatırcam olunla, bu men, korkmanla," dedi. Petrus bunun cevaben, "Ey Rabbim, eğer bu siz bolsanız, su üstünde menip yeningizga berishimga amr qiling," dedi. "Kel," dedi Hazreti İsa. Petrus kemeden tushib, su ustida Hazreti İsa qarab mangdi. Lekin qattiq chiqayotgan bo'ronni ko'rib qo'rqdi. Ve suyu çöküşke başlaganda, "Rabbim, meni qutqizib olg'aysiz," deb baqirdi. Hazreti İsa darhol qo'lini uzatib, uni tutib oldi ve uningga, "Ey ishonchi ojiz, nemishqa gunoh qilding?" dedi. Ular gemiga chiqqanda shamol to'xtadi. Shogirdlari Hazreti İsa'ga sajda qilib, "Siz haqiqatan Xudoning o'g'li ekansiz," deyishdi.